bo'lsin. Yashang bu dunyoda o'ynab kulib, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Hammasi sizni duoingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Ko'zlaringiz xizmat qilar sizga o'g'il qizlaringiz. Yaxshi kunlar mana keldi onam. Hammasi borligingiz onam. Hammasi Hamımız var etkenlerde olsun. Yaşak bu dünyada oynar kırıp, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Tushunadikmi? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Yoningizga tashlab yurishimni kutuvdingizmi onajonim? Yo'q, hech ham unaqa emas. Onajonim, tabrikka kim tomonidan tashlab yurdik deb o'ylaysiz? Allah bergan ikki o'g'lim bor, ikki kelinim bor, kelinim emas, qizimday nasib bo'lsa. Shu bolalarim, turmush o'rtoqlarim, boshqasi bilmayman, shular qilgan bo'lishi mumkin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Onajonim, tabrikka sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar, sizni xursandchiligingizga, sizni tabassumingizga sababchi bo'ladigan insonlarning nomidan farzandlaringiz va o'g'illaringiz nomidan tashrif buyurdik. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin, yuzlariga qarang. 60 yoshlar muborak bo'lsin. Onajonim lekin kiyganimda meni albatta bilasizmi nimaga? Onajonim deydi 60 yoshga to'ldi deydi, lekin 18 yoshga kirgan deydi-ku onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin, yuzingizda tabassum. Nimaiki qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, nimaiki mashaqqatlar kelgan bo'lsa, onajonim yonimda turganlar dedi. Nimalarga erishayotgan bo'lsam ham onajonimni duolari bilan erishyapman dedi. Onajonimni bir og'iz shirin so'zlarini ayamagani uchun, onajonim doim meni qo'llab-qo'llab kelayotgan tog'im bo'lgani uchun, dardimga shifo bo'lgani uchun onajonimga kattakon rahmat deb aytdilar. Onajonim, boringizga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz borsiz, bizlar bormiz onajonim. Hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi-da onajon, lekin yo'q. Eng katta boyligimiz mana bizlar o'g'illarimiz, farzandlarimiz, nevaralarimiz, shu kishilar borki bizlar boymiz. Siz borki bizlar boymiz onajonim. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim niyatlaringizga yeting. Yuzlarga kiring. Endi bo'lsa 100 yoshga kirganingizni mashina kelib, barcha o'g'illar bilan yig'ilib tabriklash nasib qilsin onajonim. O'zi har dardga davo, shifo ona-da. Ona biroviz farzandiga hali hammasi yaxshi bo'ladi, bobojonim senga ishonaman desa, farzand tog'larni halqon qilib taylaydi. Onajonim ham adashmasa shifokor bo'lib ishlagan ekansiz onajonim. Onajonim aynan farzandlaringizda talab istaklariga binoan sizga atalgan yer bor onajonim. Siz juda atalgan yer. Jonim og'riganda shifokorim onam. Dilim og'riganda sirdoshim onam. Ishim yurishganda quvonchim onam. Ishsiz kunlarimda suyanchig'im onam. Kech qolsam tunlari uyqusiz onam. Ertaga tark etuvchi qo'rquvim onam. Butun umrim qalbimda sog'inchim onam. Bu dunyoda borlig'im, g'ururim onam. Onajonim, bu qarzlaringiz uchun yuzlarga kiring. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr ona, boringizga shukr. Shu fursatdan foydalanib sizga ancha vaqtdan beri aytolmagan gaplari, ancha vaqtdan beri aytolmagan tilaklari bor insonlar bor. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar bor. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Jo'rasining chamiz, mana Hasan akamizning tug'ilgan kunlari ekan. Men bularga uzoq umr tilayman. Mana Toyir qiyomimiz bilan qo'sha qarasin, uvoli juvoli bo'lsin. Bolalarini mana shu nevaralarini vaqtida hamma vaqt sog' salomat bo'lib yursin. Dasturxonlar hamma vaqt to'kin sochin bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmasin, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat.
mana bugungi singiljonimning tug'ilgan kuniga Allohim mana bugun Hasan bilan Zuhra singlimning tug'ilgan kuni ekan, 5-uchala. Allohim mana shunday uchallardan yana 5tasini ko'rish nasib qilsin. Qo'shani bilan qo'sha qarayim. Ilohim o'g'il qizlarning, kelin nevaralarining rohatini ko'rish nasib qilsin. Hamisha mana shu singlim bilan ukam bizning baxtimizga, oilasining baxtiga sog' salomat yurish nasib qilsin shularga. Mana bugün opamızın xonadonida o'tiribmiz. Opajonim 60 yoshli mubiling to'yingiz muborak bo'lsin. Mana pochon bilan qo'sha qaring. Bola chaqangizning huzurini ko'ring. Mana shu yoshlardan opalarim, akalarim aytgandek bir nechasini ko'rish Alloh sizga nasib qilgan bo'lsin. Hammalaringizga mana shunday kelganlaringizga rahmat. Akajonim sizlarga ham ishlaringizga omad. Hamisha mana shu xalq xizmatida bo'lishdan hech qachon charchamaysiz. Rahmat sizlarga. Rahmat, salomat bo'ling. Umringiz bo'lsa aytganingiz kelsin. Onajonim, yana bitta sizga tabrik so'zlari bor. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonda tabrik so'zlari bor. Hozir Islom akamlar chet davlatda ekanlar. Iltimosiga biron sizga tabrik so'zi aytib yuborgandilar. Ko'rsatib bersangiz shuni o'qib bersam. Bugun eng go'zal kun. Sababi onajonimni, jannatim onajonimni tug'ilgan kunlari, bayramlari. Mehribonim, ayajonim, mening eng qadrli insonim. Shunaqangi eng go'zal kunda, eng yaxshi kunda yoningizda bo'lolmaganim uchun, yoningizda turib sizni tabriklamaгаnim uchun meni kechiring. Lekin bilingki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir musofirchilikdaman, lekin aynan oilam uchun, aynan sizlar uchun harakatdaman. Onajonim, bu darajalarga yetishim ham aynan sizning duolaringiz bilan, aynan sizning ko'maklaringiz bilan onajonim. Shunaqangi yaxshi kuningizda yoningizda bo'lolmaganim uchun menga uzr. Lekin hayotingizda eng muhtoj bo'ladigan inson bo'lishdi va eng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Avvalambor shunday nima qilganlarga, oilamga, shu bolalarimga, kelinlarimga, turmush o'rtog'imga, oshna og'aynilarimga, opa-singil, aka-ukanim oilasiga kattadan rahmatlim. Sizlarning ham ishlaringizga omad tilayman. Allohim bundan bartabangiz ulug' bo'lsin. Bundan katta ishlarga qo'l uringizlar. Mayli bolam chetda yuribdi, Alloh o'z panohida asrasin. Nimaga orzu niyatdan qilganmiz, Allohim ijobat aylasin. Tanijon sog' bo'lsin, hamisha duodaman bolalarim uchun. Nimaga orzu niyatlar amalga oshirishga yaratganiga madadkor bo'lsin. Nimaga orzu niyatlar ketgan bo'lsa, o'z panohida asrab, tanijon sog' bo'l. Barcha musofir yurtlarda yurgan musulmon yigitlari o'z panohida asrasin. Shu jumladan bolajonimni ham o'z panohida asrasin. Shu sizlarga ham ishlaringizga rivoj tilayman. Bundan ham katta yutuqlarga erishishlaringizga bildiraman. Hamisha ishlaringizga omad bersin, oilangiz tinchlik, bolalaringiz baxtiga, uylangan bo'lsangiz, tanijon sog' bo'lsin, ota-onangiz shunday tarbiya qilgan bo'lsa, ota-onangizga ham rahmat. Bolalarimga hamisha duodaman. Kelinlarim kelin emas, qizday ko'rganman. Qizlarim ular menga. Nevaralarim sog'likda, salomatlik katta bo'lishi nasib aylasin. Alloh shularning nevaralarini ham kelajakda shularni katta bo'lib nikoh to'ylarini bolalarini boshqartirib yurishini Alloh nasib aylasin. Nasib aylasin. Yaratgan ekan hammaningizga, ijodlaringizga omad tilayman. Uylaringizga tanijon sog'lik, salomatlik, qut baraka tilayman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabar rahim. Amin. Allohu akbar. Rahmat kelganlar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin alihi ve sahbihi. Nasip zamanı şu Hozra barıp keldik yakında. Bana o da. Hozra barıp keldik. Dağaş belgil kadar ihtiyatız. Kuylarımız hepsi chiroyli o'tdi. Hammasi mana shu Xudoga shukr, men Allohga Xudoga shukr farzandlarimizni es aqlida. Rahmat shularga. Mana bor yana ham hozir birga niyat qilganmiz, hali o'g'illar mana birga nasib qilsin va hammaga nasib qilsin. Hammaga sog'lik, tinchlik kelganlaringizga katta rahmat. Senga olim mana shu ishda charchamasdan endi xizmat qilib berishda senga ham shu
alloh madadkor bo'lsin. Rahmat, aytganingiz Sog' kelsa duo bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin, kampir. Qo'sha qo'sha qara izlarga. Rahmat, salomat bo'ling.